Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi, kayfiyating yo'q? Boya ijarachi kelib ketgandi. Agar bu oy ham ijara pulini to'lamasak, uyni bo'shatib qo'yishimiz kerakligini aytdi. Shunaqa degan. Bu shu metroda. Aksiga ishlarim ham yurishmayapti. Mayli dadasi, siqilmang. Biron chorasi topilib qolar yoki akangiz bilan gaplashib qarz so'rab ko'rasizmi? Hozir akangiz ishlar ancha yaxshi-ku. Balki yordam berarlar. Mayli, men bir gaplashib ko'raychi. Aka, iltimos, faqat yo'q demang. Oilam bilan ko'chada qolib ketmaylik. Ko'ryapsiz, havo sovuq. Bir amallab qishni ijara uyda o'tkazib olsak, uyog'iga bosh to'lov qilib uy olishga harakat qilaman, aka. Uka, mendan xafa bo'lma. Hozir meni ham ishim unchalik yaxshi emas. Bo'lmasa senga albatta yordam berardim. Umuman yordam bera olmaysizmi, aka? Ishon, uka. Bir so'm pulim yo'q. Shunaqa deng. Nega ukangizga yordam bermadingiz? Axir bitta jigaringiz u. Hech bo'lmasa bir oylik ijara puliga yordam bersangiz bo'lardi. Sen ishing bo'lmasin. Dadasi, endi nima qilamiz? Bilmadim, Feruza. O'z akam menga yordam berishni xohlamayapti. Begonalardan xafa bo'lsam ham bo'ladi. O'zi ham qarz so'ramagan odam bo'lmadi. Hech kim yordam bermadi. Siqilmang dadasi. Balki rostdan ham akajon imkoniyatlari yo'qdir. Xudo bizga o'zi biror yo'l ko'rsatar. Va alaykum assalom. Ha, pul tayyormi? Opa, yana ozgina sabr qilib turing, maoshim chiqsin, teng-tengacha to'layman. Har kuni ming xil bahona qilasizlar, bo'ldi. Kishtiman bilmayman. Ko'chko'roninglarga yig'ishtirib, davatsi, uyda bo'shatib qo'yinglar. Va shu sovuqda oilam bilan qayerga boramiz? U yog'i bilan mening ishim yo'q. Bo'linglar tez-tez uyda bo'shatinglar. Bo'lmasa militsiya chaqiraman. Asror. Ijara o'yini boshatdinglarmi? Ha, aka, shunaqa bo'lib qoldi. Ey ukam, sen hech ham siqilma. Mana uni olib qo'y. Bu nima, aka? Bu yangi uyni kaliti. Bugundan boshlab o'z uyingizda yashaysizlar. Bu uy mendan sizlarga sovg'a. Akajon, rahmat. Bu uyni qayerdan oldingiz? Joymidan? Jomiydan? Ha, nima deb o'ylaganding? Jigarlar hech qachon bir-birini ko'chada qoldirmaydilar. Oilada rizq ko'proq bitta farzandga berilar ekan. Shu rizqimizni jigarlarimizdan ayamaylik.